Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bilsin. Ankara şəhərlik hökumətinin umumi yığınında Türkiye dünyasının ulug' mutafakkiri tilshunos olim Mahmud Qashqarining nomini qo'g'dash uchun Mahmud Qashqari ko'chasi yoki Mahmud Qashqari bog'chisi qurish tashabbus qilingan. Mush ayning 9-kuni Turkiyaning poytaxti Ankara shaharlik hukumat majlisining yillik yig'inida yenidan Rafoh partiyasining a'zosi Sherin Doğan xonim so'z qilib, Sharq Turkiston masalasini Xitoyning qirg'inchilik va Uyg'urlarning tarixiga qarta yurgizgan buzg'unchilik siyosatini o'ttirib qo'ygan. U so'zida "Men bugun bu yerda faqat bir jo'grafiyani emas, balki bir millatning kimligi va xotirasi duch kelayotgan tahdidni o'ttirib qo'ymoqchiman. Bu masalaning ismi Sharq Turkiston. Sharq Turkistonda Xitoyning qirg'inchiligi faqatla insonlarga qartilmasdan, balki butun bir millatning kimligi, xotirasi, tarixi va diniy e'tiqodini nishon qilmoqda. Masjidlar, mozorlar, tarixiy yerlar yo'q qilinmoqda. Bir millat yiltizidan yo'q qilinishga duch kelmoqda. Xitoy hukumati Uyg'urlarning xotirasini o'chirishga urinmoqda. Bir millatning tarixi, tili, madaniyati yo'q qilinsa, u millat kelgusida o'zining kimligini saqlab qola olmaydi. Xitoy hukumati buning bilan to'xtab qolmay yana rayimsiz va razil qo'llarini Türk dunyosining xotirasi bo'lgan Mahmud Qashqarining qabrisiga muzatmoqda. Bu meselenin adı Doğu Türkistan. Doğu Türkistan'da saldırı sadece insanlara yönelmiş değil. Orada bir milletin geçmişi, inancı, kültürü ve tarihi hafızası hedef alınmaktadır. Camiler, türbeler, mezarlıklar, kutsal mekanlar ve tarihi izler ortadan kaldırılarak bir halkın kökü kurutulmak istenmektedir. Bunun adı açıktır. Bu bir asimilasyondur. Bu bir kültürel kıyımdır. Bu bir milleti kendi geçmişinden koparma operasyonudur. Sherin Doğan xonim yana Mahmud Qashqari mozoridagi Xitoyning buzg'unchiliklarini tilga ilib, Mahmud Qashqari yolg'iz Uyg'urlarning emas, balki Türk dunyosining va tarixining xotirasi. U butun Türk dunyosining ulug' mutafakkiri. Xitoy hukumati Mahmud Qashqari mozoridagi uning haykalini chiqib etib, qabrini sayohatchilar uchun taqib etgan. Bu yolg'iz Uyg'urlarning emas, balki yana Türk xalqini va tarixini nishon olgan qirg'inchilikdir. Tilshunos olim Mahmud Qashqarining xotirasini saqlab qolish uchun Anqaradagi bir cho'ng ko'cha yoki maydonga uning ismini qo'yishni taklif qilaman. Shundaqla Türk davlatlari tashkiloti, Türk davlatlari hukumatlari, bo'libmi turkologlar va ziyolilarni Sharq Turkistondagi turk asarlarini, tarixini qo'g'dashga chaqiraman deganlarini o'ttirib qo'ygan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati bu yillik ko'cha tashviqot faoliyatini Yaponiyaning Kanagawa o'lkasi Atsugi shahrida boshlagan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati yillardan beri ko'cha tashviqot faoliyati olib berib, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistonni tanishtirib kelayotgan bo'lib, o'tgan yilning oxirida Yaponiya Uyg'ur jamiyatining Yaponiyani aylanib ko'cha tashviqot olib berish, Uyg'ur davosini Yaponiyaning hamma shaharlariga tanishtirish faoliyati oxirlashgan edi. Yaponiya Uyg'ur jamiyati bu yillik ko'cha tashviqot faoliyatini Yaponiyaning Kanagawa o'lkasi Atsugi shahrida boshlagan. Bu qatimqi faoliyatga Yaponiya Uyg'ur jamiyati a'zolari qatilgandan boshqa Kanagawa o'lkasining yerlik parlament a'zolari va Uyg'urlarni qo'llaydigan yaponiyaliklar qatnashgan bo'lib, faoliyat jarayonida Yaponiya Uyg'ur jamiyati tomonidan tayyorlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Sharq Turkistonning tarixi va Uyg'urlar duch kelayotgan Xitoyning assimilyatsiya siyosatlari tanishtirilgan 200 yurishdan jiq tashviqot materiallari tarqatilgan. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Saud Mehmet Efendi tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. 11 aprel Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida bu yillik tunji qatimliq ko'cha tashviqot faoliyatini o'rinlashtirdik. Tunji qatimliq faoliyatni Tokyoga yaqin Kanagawa o'lkasininki Atsugi deyilgan shaharda o'tkazdik. Bu yerda bo'lsa biz burun faoliyat o'tkazib boqmagan bir shaharda mustaq o'tkazib boqmagan yerlarga yangi o'rinlarda qilayli deb bu da mishada o'rinlashtirdik. Bu faoliyatga Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki a'zolari, bizning qo'llovchilarimiz qatnashgandan sirt bizni qo'llayotgan mamlakatlik yerlik parlament do'stlik guruhining a'zolari kelib bizni qo'llab nutq so'zladi. Faoliyatda Sharq Turkistonning fojialik bu ahvolini Uyg'ur
irqiy qirg'inchilik o'tkazilayotgan bu Sharq Turkistonning ahvolini tunishtirish bilan birga biz Yaponiya Uyg'ur jamiyati tayyorlagan materiallarni tarqatdik. Bu materiallar bo'lsa Yaponiya Uyg'ur jamiyati tarafdan tayyorlagan tashviqot varaqchisi va lager shohidlarininki hikoyasini aks ettirilgan manga, karton kitoblarni tarqatdik. 2 soat faoliyat jarayonida 200 yurish materiallarni tarqatgan bo'ldik. Bu shaharda hamda tunji qitimliq Uyg'ur faoliyatini qilgan bo'lg'achqa ko'plagan odamlar Uyg'urlarninki ahvolini undan bilmaydigan, masalasini undan bilmaydigan odamlarga bu Uyg'ur masalasini tunishtiradigan bir yaxshi fursat bo'ldi deb o'ylayman. Endi yerlik parlament do'stlik gruppasimi nihoyat aktiv bu faoliyatga qo'llab keldi. Shunday o'xshamagan shaharlarda, o'xshamagan yerlarda, o'xshamagan shaklda bundan keyin ham shunday tashviqot faoliyatlarini davomli etmoqmiz deb o'ylayman. Qirg'izistonda atoqliq Uyg'ur rassom Sobitjon Kamal o'g'lining rasm ko'rgazmasi ochilgan. 4-ayning 10-kuni Qirg'iziston poytaxti Beshkekdagi G'afar Aytiyeva nomidagi Qirg'iz milliy san'at muzeyida bu yil 85 yoshga kirgan atoqliq Uyg'ur rassom Sobitjon Kamal o'g'li Bobojonovning rasmlarining ko'rgazmasi ochilgan. Ochilishda Qirg'iziston hukumat vakillari, Vengriya va Ozarbayjonning Qirg'izistondagi elchilari, Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi, Qozog'istondan kelgan rassomlar va boshqa mehmonlar so'zga chiqib, Sobitjon Kamal o'g'li Bobojonovga o'zlarining tabrik so'zlarini aytishib, ko'ngil sovg'alarini taqdim qilishgan. Dunyoga rasm orqali Uyg'urning madaniyatini tanishtirib kelayotgan atoqli rassom, grafik, vatanparvar Uyg'ur rassom Sobitjon Kamal o'g'li Bobojon Uyg'ur madaniyati va Qirg'iziston Uyg'urlarining milliy kimligini saqlash, tanishtirish uchun zo'r to'hfa qo'shib qolmay yana Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining va ittifoq gazetining qurg'uvchilarining biri. Qirg'izistonning madaniyat san'atiga zo'r to'hfa qo'shgan bo'lib, uning ijodiy emgaklari Qirg'iziston hukumati tomonidan yuqori baholanib, 1998-yili uningga Qirg'izistonning xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi degan faxrlik nom berilgan. U 1941-yili G'ulji shahrida dunyoga kelgan. U hozirgacha 45 ga yaqin rasm ko'rgazmasi o'tkazgan bo'lib, bugungi kunda uning asarlari dunyoning har qaysi joylarida dongli muzeylarda saqlanmoqda. Сегодня в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоялось открытие юбилейной персональной выставки из музыки и света, посвященной 85-летию легендарного художника, заслуженного деятеля культуры Кыргызской республики Собитжана Бабаджанова. В зале мощная энергетика, от тонкой графики до глубоких философских работ. Каждая будто звучит как музыка и светится изнутри. Юбилейная экспозиция собрала самые разноплановые работы мастера, показывая, насколько масштабен и уникален его путь. Тут чувствуется все. Годы поиска, экспериментов, внутренней силы и настоящей любви к искусству. Бізден көп елдер жашайды Қырғызстанда қазір. Орыстар бар, ұйғырдар, туғандар басқа. Şu миллеттер бардығымыз не қылышымыз керек, итtifақ болсын. Мен 81-жылдан бастап итtifақ қауымын құрдық. Анан газета шықты. İttifақ деген жазда шығып атады. Шуған бірінші мен жазып не қылған. Менің мақсатым шул ittifақ болсын, тыныштық болсын деп. Ол Қырғызстанның жері шундай сонын, шундай жақсы. Шуның үшін анық қадірін білмей атады жастар. Бізді су қандай таза, ауа қандай таза. Шуның үшін мен суреттерім арқылы менің немем шуларды жеткізіш, қауыздықты жеткізіш. Vatanimizda ota-ona urug' tuqqanlarning mazarını yo'qlashni jinoyat qilib bekitgan tajovuzchi Xitoy o'zining qabri supurish bayrami mezgilida Uyg'ur xalqini majburiy Xitoycha qabri yo'qlashga tashkillagan. Vatanimizda Uyg'ur xalqi qarta ota-ona urug' tuqqanlarning mazarını yo'qlash, mazar beshida duo tilovat qilish, hatto yotgan yeringiz jannatda bo'lsin degandek so'zlarni jinoyat qilib bekitgan tajovuzchi Xitoyning an'anaviy bayramlarining biri bo'lgan Qabr supurish bayramida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni majburiy holda Xitoycha odatlar bilan qabr yo'qlashga tashkillagan.
Her yili aprelning 5-ida o'tkaziladigan mazkur bayram Xitoyning diniy bayramlaridan biri bo'lib, bu kunda kishilar qabristonliqlarni tozalash, qog'oz pul ko'ydirish va vafot bo'lgan urug' tuqqanlarni har xil marosimlar bilan xotirlash uchun ziyorat qiladi. Yaqinda Xitoyning tashviqot materiallarida ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonda bu yillik qabr supurish bayrami Uyg'urlar uchun bir baloy ofat bo'lgan. Sin ko'rinishlarda xalqimiz o'zlarining diniy e'tiqodi va madaniyatiga mos kelmaydigan tajovuzchi Xitoyning qabr supurish bayramlariga qatnashishga va ota-ona urug' tuqqanlarning mozorlarida qog'oz ko'ydirishga majburlangan bo'lib, sin xotirlarida Uyg'urlarning qabristonliqlarga ilib berilib, qog'oz ko'ydirishga va qabristonliqlarda alayda marosimlarni o'tkazishga majburlanganligi ko'rsatilgan. Ba'zi sin ko'rinishlarda bo'lsa, Xitoyning zuvoni bo'lgan va Uyg'ur xalqini bostirishga qatnashib, o'lgan bir qism munofiqlarning qabrisini kollektiv yo'qlashga tashkillab, qabr beshida Xitoycha usul bilan qog'oz ko'ydirish va ta'zim qildirish ilib berilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.